4-iyun sanasi haftaning chorshanba kuni sizlar bilan Sherzodbek. Azizlar, judayam ajoyib yangilikni yetkazmoqchiman. Ya'ni aynan siz kutgan vakansiya yosh chegarasi 18 yoshdan 35 yoshgacha bo'lgan aka-uka opa-singillarimiz diqqatiga azizlar bemalol murojaat qilishingiz mumkin. Ya'ni bu vakansiya Bolgariya davlatiga bo'ladi. Ish tartiblarini aytib o'tib ketadigan bo'lsam, ya'ni restoranga ofitsiant, barmenlar kerak, yaxshi ingliz tilida gaplasha oladigan va rus tilida erkin muloqot qiladigan insonlar bo'lsa, bemalol murojaat qilishlari mumkin. Oyligi ham, grafigi ham, soati ham juda ham zo'r. Xo'p, 20 kun ishlaysiz bir oyda, ya'ni 5 kun ishlab 2 kun dam oladigan bo'lsangiz, bir oyda 10 kun выходной chiqib ketyapti. 20 kuningizga 1000 yevro oylik olasiz. Ya'ni buni dollarga hisob-kitob qilsangiz, mana shu hisob kelib chiqadi. Azizlar, shoshilinglar, asosiysi ketish avgust oyiga bo'ladi. Qaytarib o'taman, 18 yoshdan 35 yoshgacha bo'lgan aka-uka opa-singillarimiz bemalol dokumentga podacha qilishlari mumkin. Shoshilib qolinglar, joylar soni cheklangan, bor yo'g'i 20 dona vakansiya kelgan. Azizlar, oyligi ham zo'r. 3 mahal issiq ovqatinglar, yotag'inglar shartnoma asosida bepul bo'ladi. Yana bir narsani aytib o'tib ketay. Viza muddati 6 oylik bo'ladi. Ya'ni borganinglardan keyin yana 6 oylik qo'shib bersa 1 yil bo'ladi. Agarda siz 1 yil ishlamay boshqa Yevropa davlatiga o'tib ketmoqchi bo'lsangiz, albatta mana shu 6 oylik viza bilan boshqa biron bir Yevropa davlatidan dokumentini qildirib olsangiz bo'ladi.